Xon oldi. Assalomu alaykum. Alloh akbar. Qalaysan aka? Zo'rmi? Avvalroq kelmaymanmi? Nechta tabibga bordingiz? 3 ta. 3 ta tabib. 4-katta tabiblar sizlar. O'qigan tabiblar. 4 oyoqlab yurib bo'lgandan keyin keldik. Assalomu alaykum azizlar. Men shu dargohga kelishimga 2 ta o'g'lim ko'tarib olib keldi. Shunday oyoqlarim ishlamay qoldi. Tashxis qo'ydilar. Bel umurtqasidan churra bo'lgan deb. Bittasi 1,5 santimetr yaqin, 14 millimetr ekan kattaligi. Bittasi 8, yana bu 3tasi kichkinaroq ekan. 3 kun, 4 kunda mana oyoqqa qo'ydi. Yuribman Xudoga shukr Allohga. Shunday ilmli o'qigan millatdoshlarim borligidan xursand bo'ldim. Rahmat yigitlarga. Shunaqa bir yaxshi sharoit qilib qo'yibdi ekan. Xonalari keng, yoziq, televizorlar. Mana yuribman o yoqda, Xudoga shukr. Shuni televizordan qo'yinglar, odamlar bir ko'rsin. Meni ko'rdi, qanchasi, qayer joyda. Mana rahmat yigitlarga. Omadlaringni bersin, yigitlar.